ۋەتەن خائىنلىرى ۋە تارىخىمىزدىكى مىللى مۇناپىقلار ھەققىدە. ئاپتورى ھاجى ئەكبەر مۇھەممەدنىياز. İkinci bölüm qədimki zamandakı ulug' namlari məngü mədiyilənib durduğan büyük dayılarımızdan yaqinqi zamanlardakı əbədi lənətlənib kelavatqan vətən xainlarigacha. 5. Yusuf Xoca. Yusuf Xoca əslida G'aldan və Sivan Arabtanğa qarşı Kangshi bilan ittifoqlashgan Saidiya xalqining Qumul Tarxanbegi Əbeydullahның əvrisi bo'lib, Əbeydullah Tarxanbeg 1699 yildan 1709 yilgacha Manjulağı tunji Qaram Qumul vаңы bo'lib, 1709 yili vafot bo'lgan. 1727 yili Sivan Arabdan o'lganda Manjula Qumul vаңlarının Mənçing çegirisini özlüksüz muhafizat qilib berganligiga javoban Əbeydullah Begning nəvrisi İmam Vаңға Erkan Begi mərtəbəsi bergan. İmanның oğlu Yusufga və nəvrisi İsaqqa İnançxan mərtəbəsi bergan. 1740 yili İmin Vang ölüb, onun oğlu Yusuf 3-cü avlod Vang bo'lib, Qumulning basqaq begi bo'lgan. Shu vaqtdan beri Qumul Vаңlari Manjularning vatanimizga tajovuz qilib kirishiga yo'l boshlag'uchi vatan xoinlariga aylanib qolganni ozdab. 1760 yildan keyingi Uyg'ur milliy mustaqillik kurashlarini Manjur ishg'olchilariga vakolatan qonliq bostirdigan ashaddiy milliy munofiqlarga aylangan. Мәзкур Yusuf Xoca 1758 yildan 1678 yilgacha Affaq Xoca Saidiya xalqiga xon bo'lish havasida sodir qilgan tarixiy jinoyatni 1754 yili Qalmoq Amur sana sodir qildi. U qalmoq xoni bo'lish g'arzida Manjularni chillab kelib 1755 yili Qalmoq xoni da'vochini yo'qotdi. Ammo Manjur tajovuzchilari Munbat ilvodisidan mehrini uzalmay Amur sanani 1757 yili yo'qotib, 1758 yili Tarim vodisiga tajovuz qilganda G'o'ji jahon tarafidan yakanda muhosirga elinib mag'lub qilindi. Ammo ular Uyg'ur xalqini yeb jon saqlab 1759 yil yanvarda yordamchi qo'shuni va xoin G'o'jasi Bey, Imin G'o'ja va Turdi G'o'jining yordamida qutulib chiqib 6 oy Aqsuda tayyorlik qilib, shu yili 5 iyul poytaxt Yakanni shu yilning oxirigacha butun Saidiya tavasini ishg'ol qilib oldi. Bu ishg'olda töhpisi zo'r bo'lgan Qartog'liq g'o'jalardan bo'lgan Turpan Qumul va Aqsu Kuchar g'o'jalari keyingi har qaysi viloyat noilaga amaldor bo'ldi. Manjular g'o'jalarni tartuqlash bahonasida ta'sir doirasidan yiroqlashtirib, ularni Yiroq, Qashqar va Xotanga qo'rchoq hokim qilib, ularni shtatliq baglarga aylantirib, xalqimizning oldidagi inovatini yakson qildi. Shunga ular adoqqicha Manjularning qo'yniga o'zini itib, g'alchilik qilishga majbur bo'ldi. Yusuf Xoca 1758 yili bahorda Chellong tarafidan Ag'loqchi Ambal mərtəbəsi bilan Manju banditlarini boshlab Tarim vodisiga tajovuz qilib kirib, 1759 yili Tarim vodisidagi eng oxirgi qalduq mustaqil vatanimizni ishg'ol qilgan. 1760 yili Uyg'urlarni yutib olishda zo'r to'p qo'shgan Qumul vаңı Yusufni Chellong xonbonliqqa chaqirib shahoni ziyofat bergan. Uning inisi Abdullahni Uchturpan hokimi qilgan. Mazkur g'alcha 1765 yili xalqimiz tarafidan o'ldirilgan. Chellong o'ch elib, barliq Uchturpan aholisini qirib tashlagan. Başqa 40 nafar vatan xoinlarimi xizmatlariga qarta tartuqlangan.
1761-yili Chellung o'ziga yordamlashib, o'z davlatini manjularga ishg'ol qilishib bergan ۋەتەن خائىنلىرى va milliy munofiqlardan. Ya'ni asosliqi Qartog'liq, Turpan, Qumul xo'jalari va yerlik huquqdorlar munofiqlardan bo'lib, 126 kishini o'rdaga taklif qilib, ularni bir yerga to'plab, musulmon rayini qurib, turg'oqliqqa tutib qolgan. Chunki manjular ularning ikkinchi amir sanoga aylanib kelishidan ansiraydi. O'z xalqiga vafo qilmaganlar o'zgalarga hamon vafo qilmaydi. Keyincha bu joy Uyg'urlarga hukmronlik qilish va musulmon ellar bilan aloqa qilishdagi ko'znakka aylangan. 1762-yili 17-oktyabr Manjula elida Eli general mahkamasi qurib, shimoliy tarafni harbiy kuch bilan idora qilgan Turpan, Qumul va 6 shahar Qaratog'liq xo'jalar va yerlik xoin baglar orqali boshqurgan. 1765-yili 14-fevral Jigdi yig'iliqi portlab, shu yili 14-avgust ۋەتەن خائىنلىرىنىڭ سەۋەبىدىن ئېچىنىشلىق مەغلۇب بولغان. ئەڭ چوڭ ۋەتەن خائىنى يۈسۈپمۇ bir yil qattiq qiynalib 1766-yili o'lgan. 6. Manjularga sadoqatman Emin Xo'ja. Emin Xo'jani tonimaydiganlar yo'q bo'lsa kerak. Uning xainlik yaldamisi bo'lgan heliqi haykal bilan munar helimi Turpanda qad ko'tarib turmoqda. 1731-yili qalmoqlar tarafidan 40 kun Lükchunda qo'rshovga tushib qolgan. 1754-yili da'vochidan yengilib qilib, Chellungdan yordam talab qilgan Turpan vang'i Emin Xo'ja 1755-yili da'vochini yo'qotish bahonasida vatanimizga kirgan manjur tajovuzchilarga yo'l boshlab, shimolni dushmanga bo'ysundirib berishib, 1758-yili Chellung tarafidan maslahatchi ambal martabasi bilan Qumul vang'i Yusuf Xo'ja bilan birlikda dushmanni bepayon Tarim vodisiga boshlab kirgan. Keyingi ishlar yuqorqi Yusuf Xo'janing bayonida to'liq berildi. Uning to'kpisini va manjularga bo'lgan sadoqatini ifodalash uchun o'g'li Sulaymon 1777-yili Turpanda bir munar va haykal yasatgan. Bu dal hozirgi Emin Vang munari bo'lib, Chellungning yorliqini beshidan ustun tutib turgan bu haykal butun ishlarni obrazliq ifodalab turmoqda. 7. Universal munofiq Niyaz Hekimbek. Niyaz Hekimbek Yakanda tug'ilgan. Kichik vaqtida Yakandagi Xitoy amaldorlar tarafidan Vang Niyaz deb atalgan. 1864-yili Yakandagi Tungallar Manjularni ag'dirganda Niyaz Hekimbek ularga yaqin turib Ma Niyaz deb atalgan. Ondan Uyg'urlar ustunlik egilganda u birdilla shuhrat tepib Palvon Niyaz deb dong chiqargan. 1865-yili u yengilib asirga tushib qolay degan badavlat Yoqubbekni qochirib etgan. Shu to'kpisi uchun ataliq g'ozi uni 1866-yili Xotanni yili bilan qo'lga elibla Niyozni Xotan hokimi qilgan. Şoňa o Niyaz Hekimbek dep atalgan. Biroq u ichida meni Yakanga Hokimbek qilmadi dep xafa bo'lgan. Şoňa o eng ajallik vaqtda badavlatni zaharlab o'ltirib, Zozungtangning vatanimizni ishg'ol qilish uchun zo'r to'p qo'shib, yaqinqi 150 yillik fojialik qismatimizning eng cho'ng sababchisi bo'lib qolgan. Uning qilmishi Afa Xo'jadanmi vahshiy bo'lgan. Biri vatanidan qochib chiqib, podsho bo'lish uchun dushmanni chilab kelgan bo'lsa, yana biri o'z podshoyini o'ltirib, dushmanning qo'rchoq amaldori bo'lish uchun vataniga va xalqiga xiyonat qilgan. Uning oqibati to'limi ibratlik bo'lgan. Zozungtang uni o'z podshoyiga sodiq bo'lmagan biri bizga aslo sodiq bo'lmaydi deb qarab, uningga
aç qo'yib, qiynab, o'z go'shini o'zi yegizish jazosi bergan. Niyoz Hokimbek 40 kun o'z go'shini o'zi yeb o'lgan. Yuqorqi ۋەتەن خائىنلىرى va ashaddiy milliy munofiqlar navoda hör davlatimiz va xalqimizning kelajagi uchun kurash qilgan bo'lsdi. Mag'lub bo'lgan taqdirdimi milliy tarixning eng shonliq sahifalariga putilgan bo'ladi. Ammo ular o'z manfaati va xohish uchun vatani va xalqiga xoinlik qilganni ozdab, birlari xalqimizni 100 yillab, yana birlari saq 333 yillab qon yig'latqachqa tarixning eng la'natlik sahifasiga abadiy putilib ketdi. Muajiratdagi o'zini bilolmagan barliq oshkora va yoshirun ۋەتەن خائىنلىرى va milliy munofiqlar bulardan ibrat elishib, vaqtida tavba qilishi, haqiqatga xalq qo'yniga qaytib kelishi, burunqi jinoyatlarni yo'yish uchun aktiv kurash qilishi lozim. Ikkinchi, tariximizdagi bir qism kechirilmas ashaddiy milliy munofiqlarning oqibati. Qon ichar 3 ھاجى kimlar edi? 1930 yılı və 1940 yıllarda Sobiq Sovet İttifaqı Kompartiyası özünün Asiya strategiyası boyunca məxsus tərbiyələnən alayda xadimlarını məxfi vəzifələr bilan vətənimizə əvətkən idi. Ular KGB'nin tapşırıqı boyunca planlıq turda çegirlardan ötüb, milli Şingsayning Uyg'uristonda tikligan kuchlik hokim mutlaq harbiy hokimiyatiga yontayoq bo'lgan edi. Undan boshqa ular yana Gomindang markaziy hukumati bilan Yaponiya, Angliya, Amerika qatorliq davlatlar ta'sirining o'zining orqa o'ylisi bo'lgan Uyg'uristonga singib kirishining oldini olishdak bir qator alayda vazifalarni o'z ustiga olgan edi. Sovet İttifaqı tərəfindən əvətilgən hər millətdən bolğan alayda xadimlar içində xalq arasında qan içər 3 ھاجى dəb nam alğan sırlıq şəxslər alayda orun tutudu. Undaqda öz isimlərinin arqısıga ھاجى degan mübarək namını qoşub olub, Şingsayning saqçı orunlarına başlıq bolğan, öz dəvirdəki Uyğur xalqını qan yığlatqan bu 3 ھاجى kimlər idi? Ular qandaq sharoitda, nima vazifalar bilan vatanimizga kirgan? Ular yana 1930 yillardagi Uyg'ur elining siyosiy hayotida qandaq jarohatlarni qoldirdi? KGB'ning alayda xodimlaridan bo'lgan qon ishar 3 ھاجىning Sovet İttifaqıning Urumchidagi bosh konsuli Apresifning tavsiyasi hamda Şingsayning taklifi bo'yicha maxfiy holda Urumchiga yetib kelganligini bilamiz. Ularning birinchisi go'sh yuzlik Poltay ko'z Seyit ھاجى. Ikkinchisi toz chiroy Bodam do'ppilik Hoshim ھاجى. Uchinchisi bo'dirchashliq So'rin talat Qodir ھاجى edi. Yana bir qism tarixiy materiallardan ma'lum bo'lishicha, bu uchaylarning hammasi Uyg'ur elida tug'ilib o'sganlar bo'lib, bola chaqlarida ota-bobolarga agishib, Sovetlar Ittifoqining O'rta Osiyo jumhuriyatlariga borganlar ekan. Ular shu yerda o'qib, ma'lum saviyaga ega bo'lgandan keyin KGB tarafidan tarbiyalash obyekti qilib tanlanib, Moskva va boshqa joylarda alayda xodim sifatida tarbiyalangan. Şingsay Sovet İttifaqıning yo'lishi bilan o'zining Uyg'ur elidagi hokimiyatini mustahkamlab olgandan keyin KGB tarafidan alayda vazifalar bilan Urumchiga avatilgan shaxslar edi. Baş konsul Apresif yana Şingsayga taklif berib, Seyit ھاجىni Urumchidagi, Hoshim ھاجىni Qumuldagi, Qodir ھاجىni Qashqardagi saqchi idoralarga mas'ul xodim qilib o'rinlashtirsa, muvofiq bo'ladiganligini alayda ta'kidlaydi.
1935 yılının o'ttirlarida 3 ھاجى chegirdan o'tib Şingsayning Dobay mahkamasiga yetib keladi. Şingsay Sovet baş konsuli Afresevning fikri bo'yicha degandek Seyit Hajini Ürümchidagi o'lkalik baş saqchi idorasining so'roq tergov boshqarmasiga, Hashim Hajini Qumul viloyatlik saqchi idorasiga, Qadir Hajini bo'lsa Qashqar viloyatining saqchi idorasiga mas'ul qilib avatidi. Stalinning qizil terrorlik yillarida KGB'ning sistemalik tarbiyasini olgan bu sirliq 3 shaxsning birdilla Ürümchi, Qumul va Qashqardan iborat 3 moyim joyning saqchi o'rinlariga mas'ul xodim qilib avatilishida ham Sovet ittifoqining ham Şingsayning so'qqan cho'tlari bor edi. Birinchi, azizani Qashqarni xonavayron qilayotgan Qadir Hajı. Qadir Hajı asli Qashqar Bashkiramlik bir hojining o'g'li bo'lib, dadisi Qadir bilan Zakirni haj qildirib, birini Turkiyada, yana birini Sovet ittifoqida o'qitdi. Ammo Qadir Hajı o'qish jarayonida sepi o'zidan ashaddiy vatan xoini va milliy munofiqqa aylanadi. Uyg'urlarning davlatsiz qilishida Farg'onadagi 3,5 million Uyg'urni O'zbekiston davlatini qurish uchun qurbon qilibdi. Taranchilar bilan Qashqarliklar bir millat emas deb biljirlab, Uyg'ur nomini rad qilib, Uyg'ur xalqining ta hozirgacha vatansiz va kimliksiz qilishiga sabab bo'lgandan sirt, Abdulla Ro'ziboqiga hujum qilib, Eli vodisida Uyg'ur davlati qurish planini yo'qqa chiqardi. Ahirda Stalin hökuməti onun qaltis cahil və tərsa mijazidan foydalanish uchun uni 1935-yili mayda boshqa 2 qon ichar hamroyi bilan billa vatanimizga avatidi. Qadir Hajıning Qashqarga avatilishida naiti aniqki Mahmud Mo'yidining faoliyatlariga ko'z quloq bo'lish hamda uning omma ichidagi yuqori obro'yini bir amallar bilan ojizlatish muhim nishon qilingan. Ma'lumki, ھاجى Hajı o'lkaga muavin rais bo'lib Ürümchiga ketgandan keyin Mahmud Mo'yidi Qashqar garnizonining muavin baş komandani hamda Uyg'ur atliq askarlar 6-diviziyasining baş komandani sifatida Qashqarda turishga qolgan edi. Ammo Şingsay qo'lida uzun yillik jang qilish tajribasiga ega 3000 dan ortiq xillangan Uyg'ur askarlarini tutib turayotgan Mahmud Mo'yididan kech-kunduz xotirjamsiz edi. Şoňa o Sovet konsuli Afresevning ko'rsatmasi bo'yicha yovuzlikda uchiga chiqqan Qadir Hajini Qashqar saqchi idorasiga boshliq qilib avatib, Mahmud Mo'yidining ta'sirini tozlamoqchi bo'ladi. Qadir Hajining Qashqarga yetib berishi bilan general Mahmud Mo'yidiga har tarafdan kelayotgan besimmo birdilla kuchayishga boshlaydi. Qadir Hajı Sovet tarafning yo'lishi bilan Qirg'iz polki tashkil qilib olgan Isoqbek va Mavlanovlar bilan birlashib Mahmud Mo'yidining askariy kuchini cheklashga kirishdi. 1937 yilning aprel oyiga kelganda general Mahmud Mo'yidi chet elga chiqib ketishga majbur bo'ladi. Buning bilan Qadir Hajı o'z davrida Mahmud Mo'yidi himoya qilib kelgan Qashqar otishdagi necha yuzlagan ziyolilarni, o'qituvchilarni hamda har soha sarxillarni tutqun qilib turmaga tashlaydi. Mahmud Mo'yidi chetga chiqib ketgandan keyin uning askarlari Abduniyaz Kamalni diviziya qo'mondoni qilib saylab, Şingsayga qarshi jazo yurish qo'zg'aydi. Ular Qashqar koni shaharni tezlikda ishg'ol qilib, Qadir Hajı tutqun qilgan turmadagi mahbuslarni ozod qilish oldida turganda, Qadir Hajı qo'l ostidagi Mavlanov qismlariga buyruq berib, Qashqar yavaq turmasiga qamilib yotgan 300 dan ortiq gunohsiz mahbusni pilomotga tutib qirib tashlaydi. Ondan kech qorong'uligidan foydalanib, o'liklarga benzin sepib ko'ydirib etadi.
Qadir Hacının bevosita buyrug'i bilan o'ldirilgan ana shu gunohsiz mahbuslar orasida Uyg'ur hozirgi zamon tarixidagi o't yurak o'g'lon ham ma'rifat mash'allaridan mamtili tavfiq bilan qutlug' hoji shavqilami bor edi. Uyg'ur xalqiga ig'ir ziyonkashliklarni qilgan mal'un Qadir Hoji Abdullah Ro'zibaqiyevni Stalinga chekishtirib 1928 yildan boshlab xizmatidan qoldirib o'tgan bo'lsa, keyincha uni rasmiy qarlab turmaga tashlatgan. Ammo la'nati Qadir Hojini Qashqar mo'tavarlari Abdukarimxon Mahsum bevosita Stalinga shikoyat qilib 1938 yili uni qo'lga oldirib o'tgan. İşiltilish qimmati tugagan mal'un Qadir Hoji shu yil kuzda hozirgi Norvegiyaga yaqin turmada qattiq qiyin qistoqqa ilinib o'ldirilgan. Abdullah Ro'zibaqiyevmi shu yil dekabrda etib tashlangan. Ikkinchi G'ojiniyoz hojini bo'g'ib o'ldirgan Hoshim Hoji. Hoshim Hoji Uyg'ur sobiq Sovet ittifoqi O'zbekiston Jumhuriyati Davlat Xavfsizlik Komitetining polkovnik darajalik amaldori. Ya'ni Hoshim Hojining Sovet ittifoqidagi ismi Hasan. 1935-yili Sovet ittifoqi Shingsega yordamga avatgan Yu Shusung, ya'ni asli ismi Wang Shuqing boshchiligidagi 25 nafar Xitoy Uyg'ur Bolsheviklar partiyasi a'zolari bilan vatanimizga kelib, Shingsayning saqchi boshqarmasida ishlaydi. 1935-yili Qumul viloyatlik saqchi boshqarmasining muavin boshlig'i bo'ladi. 1937-yili atiyozda xizmatidan doklad berish uchun o'z davlatiga qaytdi. Shu yili Semenov, ya'ni Rus bilan vatanimizga kelib, Shingsay ta'sis qilgan maxfiy sud hay'atining a'zosi bo'ladi. 1938-yili Sovet ittifoqi vatanimizga avatgan Semenov, Yaqub, ya'ni qozoqlar bilan Sovet ittifoqiga Uyg'uristondagi asosliq mahbuslarning iqrornomasini elib ketib, uzoq o'tmay shu yili qishda Sovet ittifoqi hukumatining Jiangxing, Yingliang, G'ojiniyoz hojim, Xan Xanchang, Sheribxon To'ra, Ma Shauvu, Mapuz Wang, Abdullah Damulla, Sopi Shenjang qatorliq 108 kishiga o'lim jazosi bersa bo'ladi degan tasdiqni elib kelib Shingsayga yetkazdi. Shingsay tekshirib tasdiqlagandan keyin shu yil 12-oyda maxfiy sud hay'ati Hoshim Hojining nazorat qilishi ostida ikkinchi turma, ya'ni hozirgi o'ttir xalq sud mahkamasi o'rinlashgan o'rinda bularning hammasini arg'amchi bilan bo'g'ib o'ldirgandan keyin Hoshim Hoji o'z davlatiga qaytdi. Hoshim Hoji 1939-yil atiyozda Moskvadan qaytib kelgandan keyin qaytadan atalmış o'lkaning sobiq saqchi boshqarmasida 6-bölüm degan axborot bölümiga boshliq bo'ladi va maxfiy sud hay'atining xizmatida ishlaydi. 1939-yili Shingsay Sovet ittifoqiga qarshi harakat boshlaydi. Sovet parast xodimlarni qo'lga oladi. Masalan, saqchi boshqarmasining muavin boshlig'i Qurbonniyaz, ya'ni Sovet ittifoqi Qirg'iziston Qizil armiya universitetini bitirgan. Moliya nazoratining naziri Qurbon Saidi, ta'minot naziri Abdullah Damulla va milliylardan Sovet ittifoqida o'qib kelganlarning zo'r ko'pchiligini qo'lga oladi. Ularga turpan, pichan, to'qsundagi dehqonlar qo'zg'olonini planlagan degan gunohni ortidi. Sovet ittifoqi hukumatiga bu to'polonning planlag'uvchilari Urumchida turishliq Sovet konsulxonasi bilan saqchi boshqarmasidagi Sovetlik axborot mutaxassisi Hoshim Hojilar deb ma'lum qiladi. Natijada Sovet ittifoqi Sovet konsulxona xodimlari bilan Hoshim Hojini qaytarib ketdi. Shuningdan keyin Hoshim Hoji vataniga qaytib kelmaydi. Yaqinda o'qishimizcha Hoshim Hoji, ya'ni Hasan, Olmaotada
1972 yılı ağır dert tartıp ölgen. Davamı var.